Uyingizda qiz bormi? Bilingki Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. O'g'il farzand ko'rgandan qiz farzand ko'rganda ko'proq xursand bo'lishligimizni dinimiz tavsiya qiladi. O'g'ilga qanaqa xursand bo'lamiz? To'g'ri, o'g'il kerak, shu dunyoda tayanch, shu dunyoda boquvchi, qaruvchi. Qiz esa oxiratni tayanchi bo'ladi. Eng ko'p xursand bo'lgan ota bo'lish kerak. Qiz mehnati onaga, mukofoti otaga. Shuning uchun qizingizni erkalang. Dunyoda eng chiroyli qiz meni qizim deng. Dunyoda eng aqlli qiz meni qizim deng. Dunyoda eng dono qiz meni qizim deng. Eng yaxshi gapni otasidan eshitsin. Eng ko'p mehrni otadan ko'rsin. Chunki otani bergan mehri boshqalarning mehrini oldida ulkan tog' bo'lib ko'rinadi.